Assalomu alaykum. Lutflarning hurmatli obunachilari, mana xudo xolisa navbatdagi xonadonimizga ham o'zgalardan olib kelib berganmiz. Ko'rishdimki, hozir To'sha sharoitidamiz. Ushbu xonadonimizning barcha xonalariga Samarqandning Yek brend tomonidan ishlab chiqarilgan Touch nomli gilamlarimiz solanyapti. Hozir solib bo'lgandan keyin ham bitta sizlarga rezultatini ko'rsataman. Bugungi boshlagan kuninglar xayrli va barakatli o'tsin. Lux gilam xizmatingizda kim shunaqangi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Lux gilamga murojaat qilishingiz mumkin. Mana xudo xolisa gilamlarimizni to'shab berib bo'ldik. Rezultatini ko'rishimiz mumkin. Egalariga juda ham yoqdi, o'zimizga ham juda ham yoqdi. Ushbu uyga ham o'ta mos keldi, ko'rishingiz mumkin. Ushbu high-tech uslubdagi Samarqandning Yek brend tomonidan ishlab chiqarilgan Touch gilamlarni solib berganmiz. Bu yerda esa ko'rishingiz mumkin avvalgi gilamlarimiz har bitta xonadonga shu o'ziga mos, o'ziga ishlab chiqarilgandek bo'lib tushgan. Ko'rishingiz mumkin. O'ta nima deydi? O'ta ajoyib bo'lib tushgan. O'zimga ham juda ham yoqdi, ko'rishingiz mumkin. O'zlaringizdan bitta baho berib qo'ysizlar. Xudo xolisa ushbu sifaniga ham, ushbu gilamlarimiz ranglari ham bir-biriga mos tushgan, stili ham bir-biriga mos tushgan, juda ham ajoyib bo'lib, xuddi o'ziga tikilgandek bo'lib turibdi. Eslatib o'tamiz, bizda gilam xarid qilsanglar shunaqangi olib kelib yetkazib berish, pilisos qilib berish, plus o'lchab ayg'oq qilish barcha xizmatlar ichida. Xudo xolisa bizning filiallarimizdan Eron, Turkiya, Samarqand gilamlarini xarid qilishingiz mumkin. Mana hurmatli kuzatuvchilar, uyda egasi Manzura opamizdan ojiz so'raymiz. Apa, sizga biz ishlarimiz ma'qul bo'ldimi? Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Hammalar sog' salomatmisizlar? Lux gilamlaridan juda ko'p marotaba xarid qilganman gilamlarni. Doimo bizni uyaltirishmagan shunaqangi chiroyli gilamlarni bizga taqdim qilishgan. Xizmatlari ichida kelib, necha marta bo'lsa ham ovora bo'lishganiga qaramasdan kesib, tikib bizni nimalarni xaridorlarni ko'ngliga qarashgan hamisha. Bularga katta rahmat, sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, doimo omadlarini bersin. Kimki shu nimadan Lux gilamlardan xarid qilsa, hech qachon adashmaydi deb o'ylayman. Chunki ko'p marotaba qilgan, biron marta adashmaganman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni tanlaganingiz uchun kattakon rahmat. Rivoj bersin Allohim, topganlarga baraka bersin Alloh. Rahmat sizlarga, xizmat qilganlarga, hammalariga.